Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Mana ko'ryapsizlar, mana shu sariq pechakchalar, sariq mana yarimtog' ustini qoplab olgan mana shu pechaklar damlamasi jigar uchun foydali degan bir maqola o'qib qoldim. Haqiqatan shundaymi, yo'qmi? Sinash uchun video olyapman. Agar haqiqatan ushbu zarpechak sariq rangli ushbu pechaklardan damlama qilib ichganlar va jigarda muammosi borlar shifo topgan bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib qoldiring. Haqiqatan foydasi bor deb. Chunki men ham bilmayman, chunki internetda bilasizlar, ma'lumotlar juda ko'p. Qaysi ishonchli, qaysi ma'lumot haqiqatda isbotlangan, buni aniq bilib bo'lmaydi. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Albatta kommentariyalarimizni kutib qolaman. Spasibo.